Barakalla rahmat. Mana shu davramizda charchamasdan o'ynab turgan aziz mehmonjonlar. Rahmat sizlarga. Hurmatli aziz mehmonlar, kechamizni davom ettiramiz. Shu yerda Gulmurod Xushbaxt akasi, Gulnor Gulzar ammalari tomonidan 4 ta navor kelib tushdi. Shahnozaxonning. Endi esa mana shu davramizda yaxshi o'ynagan mehmonlarimizni birin-ketin yana prizga taklif etamiz. Shu yerda mana ammalaridan Shahida ammasi, Muhammad ukamiz, Shahadat singlimiz, Bibishka singlimiz prizga. Marhamat, muzika bo'lsin. Barakalla. Endi yana shu yerda Gulsevar ammasi, Saodat, Gulendam, Sveta mehmonimiz prizga. Qani marhamat, muzika bo'lsin. Sveta. O'g'adan ayna sizlarga prizga taklif etamiz. Qani marhamat. Barakalla. Endi do'stlari, shu shirin tortni o'rtaga olib kelingizlar. Qani? Huduş&Şahnoza, sizlarga pastga taklif etamiz. Mana sizlarning bilgan joyingizlarga keldi. Ana kelingizlar, hamma o'tirsin endi. Mehmonjonlar, kichkina bolalar o'tiringlar.
mana shu davramizda jo'shib o'ynab turgan aziz mehmonjonlar, hurmatli aziz mehmonlar, demak hozir kelin-kuyovlarni tabriklashga so'z navbatini shu yerda Shahzoda opasini mikrofonga taklif etmoqchimiz. Shahzoda, keling, so'z navbati sizga. Hurmatli mehmonlar, bugun singlim Shahnoza va kuyovimiz Xudoybeklarning nikoh to'yida o'tirar ekanmiz. Men ularni chin yurakdan tabriklayman. So'zim oxirida kichkina tabriklarni oilamiz nomidan topshirishga ruxsat bering. Qani muzika bo'lsin, marhamat. Aziz mehmonlar, mana mehmonlarimiz borida bir duo olib bersak yoshlarga. Var vaqtim, aziz mehmonlar vaqtim qisqarib qoldi, mana endi nasib bo'lsa duo qilamiz. Amin. Nasib bo'lsa hamma to'yxona bo'lsin, to'y tomosha bo'lsin. Yeki yaşam qo'shiq qarisin. Barbanchadan baxtli bo'lsa, Alloh o'zi ko'p bo'lsin. Amin. Biz birgalikda rahmat. Barakalloh, rahmat. Hurmatli kelin-kuyovlar, yana sizlarga baxt tilaymiz. Qo'shilib sizlar qo'shiq qaringizlar demoqchimiz. Hurmatli aziz mehmonlar, to'y egalari nomidan mana shu to'yimizda xizmat qilgan barcha mezbonlarimizga, mehmonlarimizga, san'atkorlarimizga, operator ukalarimizga, maqsadli to'y mekoni xodimlariga kattadan katta rahmatlar aytamiz. Hozir sizlarning ijozatlaringiz bilan yor bilan kelin-kuyovlarni kuzatib qo'yamiz. Yeah.